Parvardigoro mana shu juma ibodatida bizlarni jam qilib jannatingda ham jam qilishni hammamizga nasib qilgin. Va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatihi ya rahman. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey Allah Teala niyetga yagona deb bilgan va iymon keltirgan va Allohning hukmini, shariatini, qonunini, islom dinini haq deb bilib islomga bo'ysungan aziz musulmonlar, avvalan o'zimni yomon nafsimni, qolaversa siz azizlarni Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib taqvo qilishga chaqiraman. Va Alloh subhanahu va taologa taqvo qilishda Alloh buyurgan amallarni qilib va Alloh taolo qaytargan narsalardan ijtinob qilib saqlanishlikka chaqiraman. Birodarlar, kishi iymoni kamoliga yetmaydi modomiki Allohni sevmasa va Alloh uchun sevmasa va Alloh uchun yomon ko'rmasa va Alloh uchun qilmasa va Alloh uchun tark qilmasa, ya'ni Alloh uchun biror bir ishni qilmagunga qadar va Alloh uchun biror bir narsani tark qilib shundan ijtinob qilmagunga qadar kishi iymoni kamoliga yetmaydi. Birodarlar, biz albatta bilamizki Allohning huzuriga qaytamiz. Va Allohning huzuriga borganimizda Alloh o'zining fazli va rahmati bilan ahli iymonni jannat degan diyor bilan mukofotlaydi. Undan boshqa yo'l yo'q. Alloh faqatgina iymon ahlini jannat bilan mukofotlaydi. Shunday ekan biz tashqi hayotimizga emas, balki ichki hayotimizga, qalbimizga ko'proq nazar solaylik. Va qalbimiz
nima deyapti? Til emas, qalb nima deyapti? Bugungi kundagi muammolarimizning eng kattalaridan biri birodarlar, qalb kasalligi. Qalbimiz maraz kasalligi va qalb iymon bilan, Allohning hukmi bilan, islom bilan xotirjam bo'lmay qoldi. Vaholanki Alloh subhanahu va taoloning zikri, islom qalblarni xotirjam qilishlik kerak. Alloh aytadi: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Bala. Allohning zikri, Qur'on, islom qalbni mutmain qilmaydi. Bala. Shu, lekin bizning qalbimiz bu bilan xotirjam bo'lmay qoldi. Bizning qalbimiz qachonki biz umid qilgan, biz orzu havas qilgan narsalarimizgina qo'limizga kirsa, shunda orzu havaslar agarda qalbimiz qo'limizda ushalsa, shundagina qalbimiz xotirjam. Agarda shu orzu havaslarimiz yo tinchimiz buziladigan bo'lsa, qalbimiz xotirjam bo'lmaydigan holatga yetib kelib qolmadingmi birodar? Qalbimizga bir murojaat qilaylik, qalbimizni bir muhasaba qilaylik. Qalb nima deyapti? Allohning dini bilan, Allohning hukmi bilan, Allohning muhabbati bilan mutmain xotirjammi yoki dunyo